Assalomu alaykum ustozlar. Iroda Toshpo'latova bilan attestatsiyaga tayyorlov guruhi asoschisi siz bilan zondlar mavzusida gaplashamiz. Ikkinchi zondimiz mana bu sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan zond sharikaviy zond. Sharikaviy zond yordamida r tovushini hosil qilamiz. Odatda r tovushini y tovushi bilan, l tovushi bilan, gh tovushi bilan adashtirishadi. L mana qarang. Til yuqoriga tishda orqasida turishi kerakligini bolaga ko'rsatasiz. Agar bolani tili mana shu holatda turmasa, siz o'rgata olmaysiz. Mana shuning uchun quyidagi mashqlarni tavsiya qilasiz. Mana qarang. Yana bitta qarang. Keyin xuddi mana shunaqa qilib, keyin mana tanglayni yalash, tilni tanglayga surish, ochcha mashqi. Va bolaga taqlid qilib ko'rsatasiz. Kel, mashinaga o'xshab dirillaymiz. Meni og'iz artikulyatsiyamni kuzat. Og'zimni katta ochib mana qara. Meni tilim tepa tishim orqasida turibdi mana qara. Yo'q. Ye. Seni tiling pastga tishni oldida turibdi. Meni tilim tepa tishimni oldida turibdi. Aslo pastga tishingni oldida ushlab turma. Mana qarang. Yana ko'rsataman. Orqamdan qaytar. Og'zimga qara. Demak, foyda bermadim. Ikkinchi usulga o'tamiz. Taqlid usuli foyda bermadimi? Mexanik usuldan foydalanib, ushbu zondni tilni qilmaymiz. Pastiga qilsak og'ritadi. Bolani tilini uchidan vibratsiya beramiz. Qarang. Buning uchun d, z, j tovushlardan foydalanamiz. Ko'ryapsizmi? Har degan da. Aslo bunda chiqmaydi. Qarang. D bilan d-ni aytishni farqi bor. Qarang. Da chiqmaydi. Tilingni uchi pastga tishni oldida turibdi. Qanday chiqsin? Mana qarang. Da chiqmaydi. Bolaga ayting. D-ni da ko'ryapsizmi? Yuqoriga tish, ikkita tish oldida turib d-ni aytsin. Pastga tish oldida da dini aytyapman. Yo'q, chiqmaydi mana. Qarang, mana qarang. Mana qarang. Ovozsiz holatda ko'rsataman, qarang. Agar bolani xato og'ritadi. Bolani tilini ildizini orda. Hatto tilini uchini mana. Bo'lt. Hech qanday qiyin joyi yo'q mana. Bo'lt. Olam guliston. Mana shu sharikaviy zond yordamida r tovushini hosil qilasiz. Hosil bo'lgan tovushni ochiq, yopiq, aralash bo'g'inlarda mustahkamlaymiz.